дорогу прямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаюсь себя. Теперь ты пожалел моя. В камине в 6 утра. Opa, bir minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sihatlimisizmi? Opa, shu korobkani kichik olmayotgandi, to'g'risi biz kontent qilayotgandik. Hozir sizga mobil doktor homiyimiz tomonidan podarkalarimiz bor. Mobil doktorga yuraverasiz. Mobil doktorga obuna bo'lganmisiz o'zingiz Instagramda? Bo'lgandim. Kameraga bitta ko'rsatib qo'ysangiz, ularni telefonlashamiz. Yo'q. Ha, bo'ldi, ishonamiz. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p.